bersa, albatta u komillikka yetadi. Rahmatlik ustozimiz 1994-yil haj safariga bo'lib qaytdilar va haj ta'assurotlarini bizlarga hikoya qilib berdilar. Ka'batullohning tavofida shunchalik odamlarning ko'pligidan Hajarul Aswadga yaqinlashishni iloji yo'q. Shunda ustozimiz rahmatlik Allohdan duo qilib, Allohim menga ham Hajarul Aswadni ziyorat qilishni oson qilgin deb so'raydilar. Shu yerda bir mo'jiza ro'y beradi. Hajarul Aswadga yo'lakcha ochilib, u kishiga Hajarul Aswadni ziyorat qilish nasib qiladi. Rahmatlik ustozimizning yana bir xislatlaridan shuki, u kishi doimo tursalar ham, o'tirsalar ham payg'ambar alayhisolatu vasallamga salovat aytar edilar. Kesha bobo chamasi 15-16 yoshda bo'lganlarida onalari betob bo'lib yotib qoladi. Vafotlarini sezgan onalari o'g'illariga "Bolam, boring, ko'chaga chiqing" deb ishora qildi. O'g'il esa "Yo'q, men yoningizda bo'lishni xohlayman" dedi. Shunda onasi boshini silkitib, o'g'lini yana tashqariga chiqishga ishora etdi. Bir ozdan so'ng farzandlari xonaga kirsa, ona vafot etgan bo'ladi. Shu damda xona derazasidan bir oppoq qush uchib chiqib ketadi. Onalarining joni uzilganiga 2 soatlar bo'lsa hamki, yuragi hamon issiq edi. Bu ilohiy quvvatni onam rahmatli menga yuraklari orqali o'tkazgan ekan. Ya'ni bu xislat onamdan o'tgan deb Tesha bobo hikoya qilgan edi. 1993-yillari Hazrat Bahodir Naqshband yubileylari nishonlandi. 675 yilliklari.